Yangi yildan vlog. Bu birinchi olayotgan vlogim bo'ladi. Qiziqib olib ko'rdim. Ertalab soat 9:30da, mayli ertalab emas-u, turib dars choy ichmasdan ish qilishga o'tdim. Keyin somsa pishirdik. Kecha tungi soat 2 gacha somsa pishirganmiz, narsasini tayyorlab. Keyin bu yerda o'zimcha zerikandan video oldim. Ani bezatdim, dasturxonni. Atak bu bezatilmagani hali. Keyin ammamga ketishdi. Endi переход video oldim. Bu yoq bardaklikni ko'rsatyapman, короче. Qaraqaligini. Keyin bu jonimga bordik. Borganimizdan keyin shunaqa silim maqtandim. Shuncha idish yuvishimiz kerak-da. Uchalamiz rosa kulishib o'ynadik. Yuvdik. Keyin ammamga qaytib borib video oldim. Negadir shu nimaga oyimiz faqat shu ikkita ukam yaxshi ko'radi. Biz ko'ziga ilon bo'lib ko'rinamizmi, bilmayman. Ikkita singil, ikkita qiz. Keyin Asmirani zapalini oldim. Уже soat 12 bo'ldi. Prezident gapirib bo'lgandan keyin video oldim men ham. Keyin Sanetskanda уже video oldik. Уже yangi yil kirib keldi 2026 va hamma bir-birini quchoqlab tabriklashga o'tdi. Keyin biz ko'chaga chiqib salyut otdik. Tumandan unchalik yaxshi ko'rinmadi, lekin boshqalarga qaraganda yaxshiroq ko'rindi. Lekin negadir bu yilgi yangi yil men uchun unchalik qiziq bo'lmadi. Chidasa bo'ladi. Shu bilan bir kunlik vlog tugadi. Xayr.